Assalomu alaykum do'stlar. 2 etajli binomizni chizmasi tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa mana ko'rishlar mumkin. Shunday holatda tushadi. Shu yerga qazishlari xudo xohlasa yakunlandi. Shu ikki xonasini tagi podval bo'ladi inshaalloh. Üstümüz judayam chiroyli chiqqan. Mana shu ikki xonamiz tagi podval bo'ladi. Bu yerda ichkaridan podval qismiga tushish mumkin. Tashqaridan ham bitta xod qilganmiz. Bu yerdan tashqaridan xudo xolasa xod berganmiz podvalga. Ikkita joydan kirsa bo'ladi. Xudo xohlasa armaturlarimiz ham tayyor, to'qib bo'lindi inshaalloh. 16 lik armatur tashayapmiz regillariga и tagiga. Podushka qismiga. Podushka qismi eni 1 metrga 40 santimetr bo'ladi balandligi. Xudo xohlasa armaturimizni 12 lik armaturdan qilganmiz. Orasini 17 santimetr qilganmiz. Orasini bu yog'ini 40 santimetrga bo'ylaganmiz. Bunaqasi eni 80 santimetr eni. Podushkalarimizga ham tayyor inshaalloh. Ertadan beton quyishni boshlaymiz. Kuzatib borasizlar inshaalloh. Qancha beton ketdi, qancha armatur ketdi. Hammasini yoritib boramiz. Usta haqi necha pul bo'ldi? Mana. Kuzatib borishda davom etinglar. Rahmat, salomat bo'linglar.